Soliq auditi. Bu so'zni eshitganda tadbirkorlarning yuragi bir marta bo'lsa-da jiz etishi aniq. Ko'pchilik tadbirkorlar uchun bu haqiqiy bosh og'riq bo'lishi ham mumkin. Bugun siz bilan bu jarayonda eng ko'p uchraydigan top 5 ta muammoni ko'rib chiqamiz. Birinchi, ustav fondini shakllantirishdagi muammolar. Bu protokollarni o'z vaqtida qilinmasligi, protokolda aniq maqsadlar ko'rsatilmasligi, protokollarda ko'rsatilgan maqsadlar o'z vaqtida bajarilmasligi va bajarilgandan keyin ushbu yangi tahrirdagi ustav fondi belgilangan muddatda qayta ro'yxatdan o'tkazilmasligi. Ikkinchi, tovar kirim chiqimi hisobini yuritishdagi xatoliklar, qog'ozlarni unutib hisob-kitobni to'g'ri yuritmaslik tadbirkorga zarar keltiradi. Uchinchi, tannarxni aniqlashdagi xatoliklar. Bu soliqni yashish deb talqin qilinadi va soliq kodeksiga asosan og'ir moliyaviy oqibatlarga olib kelishi mumkin. To'rtinchi, buxgalteriya hisobini noto'g'ri yuritilishi. Noto'g'ri hisobning oqibatlari jiddiy bo'lishi mumkin. Beshinchi, jismoniy shaxs bilan korxonalar o'rtasidagi pulli munosabatdagi xatoliklar. Ko'pchilik buni qarz shartnomasi yoki ustav fondiga pul qo'ydim yoki oldim degan holatlar bilan xatoliklarga yo'l qo'yadi. Xatolarni tuzatish va ularning oldini olish tadbirkor uchun o'z biznesini himoya qilishning muhim shartidir. Utax mutaxassislari esa sizni bunday muammolardan qutqarishga hamisha tayyor. Axir Utax soliqdan xotirjam hudud.